Yadroviy raketalarning joylashuvi ming qulf ostiga yashiringan qat'iy sir. Oldin shunday deb o'ylardim. Mehnat o'qituvchimiz ham shunday degan. Aslida amerikaliklar o'z qurollarini qayerda saqlashni yaxshi bilamiz. Mana, marhamat. Bazalarning aniq joylashuvi, qurollarning turi va soni ko'rsatilgan xarita. Bular yadroviy qurolsizlanish to'g'risidagi shartnomani imzolaganda davlatlarning o'zi ochiqlagan obyektlar. Ular mana bu yo'llardan soqchilar nazorati ostida o'ta himoyalangan yuk mashinalarida tashiladi. Rossiya obyektlari haqida ham xalqaro kuzatuvchilar orqali ko'p narsa ma'lum. O'rtoq mayor, chin so'zim, bu ma'lumotlarning barchasini ochiq manbalardan oldim. Mutlaqo hech kim davlat sirini oshkor qilmadi. Video ostida barcha havolalarni qoldiraman. Mana bu hududlardan birida yashasangiz, bilingki, nimadir bo'lsa, bu yerda 300 ta ballistik raketa bor. Ular birinchi bo'lib nishonga olinadi. Nima, tamommi? Urush boshlansa ularga zarba berilishini kutib turishibdimi? Hech qanday ayyorlik yo'qmi? Bir hiyla bor.